Assalomu alaykum. Baha Uz Startup kanalimiz a'zolari, mana bugun ikkinchi videomiz. Lesa, payok, bochka, badiya, mishalka, xullas jamiki arendaga beriladigan mahsulotlar haqida ozgina gaplashamiz. Bu biznesimiz uchun $1000, ya'ni bir 12 million, 13 million nari berisida pul ketgan. O'zimiz usta bo'lganimiz uchun o'zimizdan ortmaydi. Hozir qishki mavsumligi sababli ishlar erta bahordan boshlanadi. Ungacha arendaga berib turibmiz. Yonib turgan nima deydi, hozirgi qishloq sharoitlarida asqotadigan bizneslardan bittasi bu. Lesamizda mishalkamizni mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda mishalkadan boshlaymiz. Mishalkani bitta aravasi ichkarida, bitta arava, bitta bochka, bitta mana shu mishalka bo'ladi. Kuniga 40 ming so'm yozadi. Lesalarimiz bitta komplekti yarmimi, butunimi farqi yo'q. 3 ming so'mdan yozadi. Bochkalarda o'zini olib ketadigan bo'lsa 2 ming, 3 ming. Bu karita badiyalarimiz loy qorishtiradigan, loy aralashtiradigan, xullas loyga ishlatiladigan karitalarimiz 10 ming so'mdan. Bunisi esa 10 ming so'm. Bu ohaga yutgani yoki suv g'amlagani, xullas ishlayveradi. Xo'p, jamini qo'shsak agar hozir shu holatda 10 ming, 30 ming, 34 ming, 64 ming lesalarimizda 11 komplekt lesamiz bor. 10 komplekt hisobda ham 30 ming so'm bo'ladi. 94 ming, 95 ming deyarli bir 100 mingga taqalyapti shu bir kunlik. Agar aravani o'zini olib ketishadigan bo'lsa, bir kunlik aravani xizmat haqi 10 ming so'm hisoblanadi. Nima demoqchiman? Bu yonib turgan alambalo bir motivatsion videolarni ko'rib, bir nimalar qilib yurgandan ko'ra, konkret mana biznes turi arendaga bersangiz, agar pul bo'lsa $1000 nari berisidan yoki bo'lmasa bitta mishalkadan ham o'zidan boshlab turib, keyin mishalkadan chiqqanini bu arzonroq varianti. Shu holatini bir yangilarini 2,5 million nari berdi, 3 millionga olsa bo'lsa kerak. Tag'in bilmayman hozir. Kattaroqlari bor, 40 kuba,